ekan? Qaysi birlaring xafa qilding ukamni? Nima edi? Tushunmadimi? Rostdan men opalarimmi shu? Ha, demak opalarimga gap qaytarmasligim kerak ekan. Negadir qizlarning ichida katta bo'lgan bolalarni ko'pchilik sal boshqacharoq bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin hamma ham shunaqa emas-ku, to'g'rimi? Obki bu yoqqa. Tirnog'ingiz namuncha uzun. Bor naryoqda o'yna. Eng zo'r tomoni sen bilan hech kim hech narsani talashmaydi. Kechib kerak. Bugun Ha, bitta o'g'il bo'lish ham plyus tomonlari ko'p ekan. Oying seni hamma ishdan ozod qilib qo'yadi. Juda yengil bo'lasan. Xohlagancha erkalik qilsang ham, sho'xlik qilsang ham senga sholpillab qolmaydi. Qizlar, bozorga borib kelamiz. Kelib chiqaylikmi? Yo'q, sizlar uy ishlarini qilib turinglar, ukalaring bilan boraman. Voy, ukajon nima bo'ldi? Oyimga nima deyman? Ko'zingni ochgin. Voy, yaramas. Qizlarning ichida katta bo'lgan bola, ikkinchi qism. Har doim o'yindan o'q chiqadi. Hey, opalaring bir g'iybat boshlamasin. Ham baravar gapirib, ham bir-birini eshitishgan-chi. Nima haqda gaplashyapsizlar? Qizlar ishiga aralashma bor. Voy, lekin Voy, aralashmagan. Bechora ko'ngil. Ular bilan birga ta'sirliroq biror narsa ko'rsang, har doim shu ahvol. Bitta o'zing niktema bo'lib o'tirasan. Anaqa futbol ko'rsak bo'lmaydimi? Voy, bu qiz kim? Yaxshi ko'rgan qizim, qalay? Voy, Biz ham ko'raylik. voy ko'zi g'ilib. Voy, bir sochini qara, yog' bosyapti. Bo'yi ham pas ekan. Voy, mashina ko'zini qara, buni kiprayib turibdi. To'xtanglar. Og'zi ham qiyshiqmi? Sassiq. Voy. Rasm-ku bu hidini qayerdan bilasiz? Shunchaki his qildim. Uchta opangga bitta o'zing xo'jayinlik ham qilaverasan. O'zingiz nima qilyapsiz? Kim bilan gaplashyapsiz? Nima ishing bor? Xohlasang sansiraysan. Ovqating pishdimi? Voy, toshingni ter. Hey, opalaring san tug'ilguncha o'g'il bolani ishini qilib ham o'rganib ketishgan bo'ladi. Kech bo'lganda ham tinim yo'q. Shuncha yil o'g'il bola uka kutdik. Bir marta ham o'g'il bolani ishini qilmaydi. Qizlarning ichida katta bo'lgan bola. Ochiqim. Bor, chiq. Voy, olimman ketganda ukalaringga qarab turinglar degandilar. Yo'q. Sovqatib ketdim, ochinglar. Mana shunga ekanda. Hozir boplayman. Endi o'zlaringdan ko'rlaring. Oyi, mana siz ketganda qizlaringiz.